Sadir Japarov qamoqdan prezidentlik darajasiga ko'tarilgan kamdan kam siyosatchilardan biri. U 1968-yil 6-dekabr kuni Issiqko'l viloyatining To'p tumanida tug'ilgan. U Qirg'iz davlat jismoniy madaniyat institutini, keyinchalik esa Qirg'iz Rossiya Slavyan universitetining huquq fakultetini tamomlagan. 2000-yillarning boshlarida davlat xizmatida faoliyat yuritgan. 2005-yilda Tulib inqilobidan so'ng Oliy kengash deputati sifatida siyosatga kirib kelgan. 2007-2010-yillarda sobiq prezident Kurmanbek Bakiyev davrida Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori lavozimida ishlagan. 2010-yilgi inqilobdan keyin siyosatdan chetlatilgan bo'lsa-da, keyinchalik Atajurt partiyasi safida yana parlamentga qaytgan. 2013-yilda Japarov Issiqko'l viloyatida Kumtor oltin koni bilan bog'liq norozilik namoyishlarida ishtirok etganlikda va mintaqa hokimini garovga olish voqeasida aloqadorlikda ayblanib, 2017-yil 25-martda Qozog'iston chegarasida hibsga olingan. Shu yilning 2-avgustida sud uni 11,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Japarov bu ayblovni rad etgan va ishni siyosiy tusdagi qatag'on deb atagan. 2020-yil oktyabr oyida Qirg'izistonda parlament saylovi natijalarida norozi xalq norozilik namoyishlariga chiqdi. Namoyishchilar Bishkekdagi qamoqxonani bosib kirib, Japarovni ozod qildi. Shu tartibsizlikdan so'ng u qisqa vaqt ichida siyosiy maydon markaziga chiqdi. 10-oktyabrda parlament tomonidan bosh vazir etib tayinlandi. Prezident So'ronbay Jeenbekov iste'foga chiqqach esa vaqtinchalik prezident vakolatlarini ham o'z zimmasiga oldi. 2021-yil 10-yanvar kuni o'tkazilgan saylovlarda Japarov 79,2% bilan Qirg'iziston prezidenti etib saylandi. O'sha kuni o'tkazilgan referendum orqali prezidentlik boshqaruvi tizimi qayta tiklandi. U hokimiyat tepasiga kelgach, konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritib, prezident vakolatlarini kengaytirdi va markazlashgan boshqaruv tizimini yo'lga qo'ydi. Japarovning siyosiy kursi iqtisodiy mustaqillik, tabiiy resurslarni davlat nazoratiga olish va korrupsiyaga qarshi kurashga qaratilgan. U Kumtor oltin konini to'liq davlat nazoratiga olish tashabbusini ilgari surib, bu orqali milliy manfaatlarni himoya qilayotganini ta'kidladi. Shu bilan birga xalqaro investorlar bilan munosabatlarida ba'zi keskin qarorlar qabul qilgani uchun tanqidga uchradi. Tashqi siyosatda Sadir Japarov Rossiya, Xitoy va Turkiya bilan hamkorlikni saqlab qolishga intilmoqda.